Sizlar qatori mana bugun davramizni fayzi bo'lib turgan aziz muxlislarimizga yana bir bor xush kelibsiz deymiz. Endi imkon qadar sovg'alarimizni hozir tarqatishga harakat qilamiz. Mana shu akamiz yaxshi qo'shiq aytdilar, a? Aka, tabriklayman Sanobar opani, mana shaxsan qo'shiqlari yozilgan disk. Demak, mana shu opamga bitta, mana shu akamizga bitta. Shirinboy aka, marhamat. Ha, bo'pti, mayli opa. Mana sizga hozir yana sovg'alarimiz bor. Rahmat. Rahmat yana bir bor. Sizlarni o'z joylaringizga kuzatib qo'yamiz. Sog' bo'linglar. Demak, yana bir bor xush kelibsizlar. Yaxshilar deb nomlangan konsert dasturimiz davom etadi. Albatta, davraga bugun siz hurmat qilib kelgan, qo'shiqlarni intizorlik bilan kutib o'tirgan xushovoz xonandamiz Sanobar Matmurodovani guldiroz qarsaklaringiz olqishida davraga taklif etamiz. Marhamat, Sanobar Matmurodova. Uning qo'shiqlari ichki sirlari, ularni barchaga oshkor etadi. Xoni shu qo'shiqlari mayus ko'zlarin dardosh dillarga hadya etadi. Ahmak o'zin nodon bilan yar aylar. Chin oshiqlar nozli yarni jamolin. Bir ko'rsam deb kecha kunduz zor aylar. Oqil bo'lsang yaxshilarga hamdam bo'l. Ahmoq o'zini nodon bilan yar aylar. Chin oshiqlar nozli yarni jamolin. Bir ko'rsam deb kecha kunduz zor aylar. Ustasidan qalabman darday, ko'ngil orom topmas bir pinhon yerda. Nomard ustasidan qalabman darday, ko'ngil orom topmas bir pinhon yerda. Moli ko'p deb mehmon bo'lmay nomardday. Jo'mard faqir bo'lsa hamki bor aylar. Moli ko'p deb mehmon bo'lmay nomardday. Jo'mard faqir bo'lsa hamki bor aylar.
yaxshini tariflab yomonni tuzlay. Oz yeb oz uxlagin, yana oz so'zlay. Ko'p so'z el ichida oxir xor aylanar. Az yeb az uxlagin, yana oz so'zlay. Ko'p so'z el ichida oxir xor aylanar. Ko'p so'z el ichida oxir xor aylanar. Şura yar geledi. Ey ağalarımdan barayın, şura yar geledi. Didarlarına doyayın, şura yar geledi. Şura yar geledi. Didarlarına doyayım. Şura yar geledi. Geledi yar geledi. Şura yar geledi. Didarlarına doyayım. Şura yar geledi. Şura yar geledi. Şuna işlerim yanadır. Şura yar geledi. Geledi yar geledi. Şura yar geledi. Didarlarına doyayım. Şura yar geledi. Geledi yar geledi. Şura yar geledi. Didarlarına doyayım. Şura yar geledi.
can bo'lay canimga dermanım atam kemtarin piri bedevlet şevketim şanım atam gül hayatı körki yarkın devre devranım atam devleti pakize vicdan usta bağbanım atam canınızga can bo'lay canimga dermanım atam arzuga can din tavaf kılsam atam köz kaşının var vücudum örtanır çeksem mürüvvet yaşını daima minnet bilen kökke göterse başını daima mehnet bilen kökke göterse başını kemtarin biri bedevlet şevketim şanım atam canınızga can bo'lay canimga dermanım atam Bul hayatның körki yarkın devranıdır canınızga can bo'lay canimga dermanım atam siz bilan yo'q zarracham ko'ksimda armonim atam canınızga can bo'lay canimga dermanim Rahmat. Şuna bir bak, şuna rahmat.
Sanobar opa gullar. Gullar Sanobar opa uchun. Rahmat. Sog' bo'linglar. Albatta mana unaqa vaqtda gul olib chiqilib berilsa yaxshiroq bo'ladi. Aziz mehmonlar, qadrli Sanobar opaning muxlislari, sizlardan iltimos shu qo'shiq kuylanayotgan vaqtda gulni tanaffus qilib turib, qo'shiq tugagandan keyin sahnaga olib chiqsalaringiz to'g'riroq bo'ladi. Bugungi oqshomimizda nafaqat kuy qo'shiqdan bahramand bo'lasizlar. Hali sizlar uchun yashirib qo'ygan bir syurprizimiz bor. Lekin syurprizga navbat berishdan oldin men hozir sahnaga boshqa bir mehmonimizni taklif etmoqchiman. Sanobar opani bugun tabriklab kelgan ekanlar shu mehmonimiz. Endi kuy qo'shiq bo'lgan joyda kayfiyat bo'ladi. Kulgu tabassum bo'ladi. Davraga so'z ustasi, ko'zgu ko'rsatuvining aktyori Qahramon Qarshiyevni taklif etamiz. Qarshi olasizlar. Qahramonjon, marhamat. Bitta odam qarsak chalsa ham alam qilmasdi. Bitta bo'lsa ham mayli. Rahmat. Rahmat. Xudodan so'rasa Xudo berishini bilardim. Bandalarim mana aytgan narsani qilyapti, Xudoga shukr. Avvalo assalomu alaykum hurmatli aziz do'stlar, xonimlar va janoblar. Bugun bir ajoyib koshonada ajoyib bir xonandamiz, hammamizning suyukli xonandamiz Sanobar opam Matmurodova lozim topib bugun taklif qilgan ekan. Men bilaman, men qarsakni kutmasdan chiqdim, chunki bu yerda Sanobar Matmurodovani muxlislari. Menga nima bor o'zi bu yerda bilmayman. Rosta. Endi Sanobar opamni aytishganda ta'riflashga so'z ojiz, chunki ustozlari O'zbekiston xalq artisti, Qoraqalpog'iston xalq artisti, Turkmaniston xalq artisti, professor bastakor Olmaxon Hayitovani eng yaqin 10 qo'l shogirdi bo'ladi mana shu qiz. To'g'ri gap, Olmaxon opamga bitta chiroyli qarsaklar chalinglar. Olmaxon Hayitovani nafaqat men, bizning oila a'zolarimiz shu jumladan qarang davom etyapti. Endi opam Sanobarxonning konsertiga boryapman desam, aylanay, meni ham olib ket, meni ham olib ket dedi. Olib ketsam ko'tara xarajat. Opajon dedim, vaqtim yo'q dedim. Opamni qoldirdim. Lekin bugun hammanglar kayf qilyapsan, mazza qilyapsan. Mana bu maishat degani mana shu narsa bo'ladi. Qarang, Sanobar opamning ovozlarini qarang. Ha, chiqyapti-da. Zo'r. Ana endi anaga Shahzod Farasni deydilar, Shahzodda, Rashidxonda. Ha? O'ynaysan, o'ynaysan, o'ynaysan. Mana shu Sanobar opamning muxlislariga yana bir bora ta'zim qilaman-da. O'zi aslida bilasizlarmi? O'zbek san'atining yuragi Xorazmda. O'zbek san'atining haqiqiy ustozlari Xorazmda o'tgan. Rahmatli, Alloh rahmat qilsin, Komiljon Otaniyozov, Otajon Xudoyshukr va hokazolar. Kelinglar shu Sanobar opamning san'atdagi umri o'shalarnikiga o'xshasinda, hayotdagi umri ulardan ham uzoq bo'lsin. Samarqanddan Xorazmga mehmon borib, hamma yoqni ziyorat qildi-da, Samarqandlik mehmon bitta narsaga e'tibor qilibdi. "Ha, mezbon" debdi. "Ha" desa, "Og'a" debdi. "Ha" desa, "Cho'tasida qabriston kam" debdi. "Yo, sizlarda odam o'lmaydimi?" desa, "Ha, og'a, bizda ham odam o'lajak. Shu onasining qo'lida sozi bilan tug'ilajak, Toshga ketadi, o'liga ham kelmaydi" degan ekan. Men san'atkorman, chunki baxtli masalaga xizmat qilyapman. San'atkorlarga har xil bir vaziyat bo'ladi-da. Bir xil yigitlar yo'lda jon berib yuryapti, san'atga chiqolmay. Mana bugun Sanobar opam davralarda qarshilatib xizmat qilyapti. Umri uzoq bo'lsin, tanijoni sog' bo'lsin. Endi bor bir san'atkorlarimiz. Mana masalan, bor haligi Sardor Rahimxon degan, ha? Uylarga bir o'g'il bolaga ham o'xshamaydi shu bola. Shunda bitta parik kiyib erga berib yursang bo'ladi, qoladi shuni. O'sha chiqib ashula aytyapti, bitta qiz o'zini yo'qotib qo'ygan. Men qoyil qoladigan san'atkorlarimiz mana Samarqandda juda ham ko'p san'atkorlarimiz bor. Kelinglar, shu san'atkorlarni boriga shukr. Uylanadigan paytimda menga qizlar tegmagan.
Kulmang, rost aytyapman. Onam mashina olib ketdi-da. Mashina olib ketdi onam. Nimaga desam, artist bo'lmay o'l dedi. Ha? Qaysi qizga borsak artist bo'lsa tegmayman deyapti deydi. Nimaga tegmaydi? Artist bo'lsam nima qilibdi? Artistlar yomon bo'larmish. Tavba qildim, astag'firullah. Yaxshimiz bizlar. Allohni taniymiz. Bir odagi akani bir 2 yoshli, 2 yosh, 3 yoshli bolasi bor ekan. Shu o'g'limni shuncha qizdan keyin ko'rdim, bir olib borib tekshirtirib bir folminga ketdi, folminga. Folmin ham har xil, hammani kasbi har joydan. Folminga ketib turib, "Opamillo, mana shu bachagan ham odam bo'ladimi, yo'qmi?" desa, folmin ham qarab turib, "Ebe aylanay. Hozir bir fol ochamiz, sizga aniq to'shnisini aytaman. Agar mana shu stolning ustiga bir pachka sigaret qo'yamiz, yoniga bitta aroq qo'yamiz. Aroqning yoniga pul qo'yamiz, pulning yoniga yalang'och xotinning rasmini qo'yamiz. Bachaganani qo'yib yuborasiz, agar bacha kelib sigaretga yopishsa, sigaret chekadi, nashavand bo'ladi, xo'pmi? Aroqqa yopishsa, aroqxo'r bo'ladi, pulga yopishsa, qimorvoz bo'ladi. Yalang'och xotinning rasmiga yopishsa, xotinboz bo'ladi. Qani o'g'lim, bor, qaysini olasan deb qo'yib yuborsa, yoshgina bola ham kelib turib, stolda turgan hamma narsani ko'rib, yig'ib olgan ekan, folmon qarab, "Buningiz artist bo'ladi" degan ekan. Kelinglar. Mayli qarsa chalinglar, mayli. Men uylanadigan paytim g'alati bo'lgan. Men juda ham uzoqdan yaxshi ko'rib qolganman. Yaxshi ko'rgan qizim bo'lardi. Sevib qolgan qizim, onamning oldiga keldim. "Onajon" dedim. "Ha" dedi. "Yaxshi ko'rib qoldim, uylanaman, vaqti keldi." Bolam, hali akam bilan nima ishim bor dedim. "Men erta pisharman" dedim. "Nima? Uylantirasiz" dedim. "Ha, bo'pti, yaxshi ko'rgan qizing bormi?" "Ha, bor." "Kim olasan?" "Yaxshi ko'rgan qizim, falon yurtda." Onam rahmatli qarab turib, "Tomin ketganmi bolam? Ota-onasini bilmasak, nasl nasabini bilmasak, olaverasanmi duch kelgan qizni?" Men ham o'ylab o'tirmasdan, "Onajon, u qiz shunchalik zo'r qizki, hattoki onasi o'pmagan" dedim. Onam akam bilan borib tekshirib keldi. Qaytib kelgandan keyin, "Bolam, bo'lmaydi u qiz." "Nimaga?" "Rostdan ham faqat onasi o'pmagan ekan uningda." Endi kelinglar, sizlarga birdan maqsadga o'tamiz. Har kimga har xil. Hozirgi yigitlarga qoyil qolmaydigan bir xil yigitlar, ba'zi bir yigitlar uylanmoqchi bo'lsa, ota-onasini puli ko'p bo'lsa bo'ldi, otasi bayotcha bo'lsa bo'ldi. Boya qizga farqi yo'q, yigitga. Qiz qanaqa bo'lacak? Qanaqa yo'qdi? Nima farqi bor? Otasi zo'rdan nima ishim bor bu bilan? Otasi zo'r. Pulni qo'ygandan keyin domdan bitta uy olaman, bitta xotin olaman, ikkita bo'ladi. Uylanib boryapti. Shuning uchun turkmanlar aytar ekan, uylanmoqchi bo'lsang, otasining davlatiga uchmagan. Pul qo'lda kerak. Kelinglar, endi turkmancha, o'sha turkman baxshini bir nasihat ashulasi bor. Endi ashulachilar ko'p, men ashula aytmayman, lekin turkmanchasiga bitta aytib bersam, qalay? O'xshasa qarsak chalasizlar, xo'p? Halimasa chal desa chalmaydi, chalmasa chaladi. O'xshamasa ham qarsak chalaverasizlar, xo'p? Demak, kelinglar, hozir sizlarga men turkmanchasiga o'sha turkman baxshini qo'shiqlarini aytib beraman. Turkmanlar doya deydi. Ha, doyalar. Xotin olmoq bo'lsang, otasining mavli davlatini uchma. Pul qo'lda kerak. Turkmanchasiga bitta chiroyli qarsak. Qani ketdik. Altın alsan yaxşı çıksa Xudoyimning bergani aylanay. Altın alsan yomon chiqsa Xudoyimning urgani. Voy voy ay. Altın alsan yaxshi bo'lsa hamyonimni to'lgani aylanay. Altın alsan yomon chiqsa boshqalarni yegani aylanay. Altın alsan atasının devletine uçmayın aylanay. Altın kalıp özge yarını dillerinden uçmayın. Vay vay ay. Diyanatını kılıp koyup düşlerine çöçmeyin. Ne kalsa hatınından tulkini sal kaçmayın aylanay.
Kelinlar endi bizni qozoq og'alar, qozoqlarimiz bo'lgandan edi. Akoki. Xotining bormi? Yo'qmi? Rosa yo'qmi? Qarz bo'lsa xotin ol. Zotda xotin paydo qoldi-ku. Ha? Ketdik biz chiroyli qarsak bilan qozoqchasi. Eşkiniz toyday bolur, oynab kulib yürüyen, düşmanlar köyüp olur. Kıstırmagan adamda, hey, men Tokinin arzı var. Dunyoda eng uzoq umr ko'radigan o'sha bo'sh Soyuz paytidagi davlatlar ichida qaysi millat edi? Ozarbayjonlar emas, gruzinlar. Nimaga ular ko'p umr ko'radi? Chunki ular bir marta uylanadi, o'sha bilan yashayveradi. Agar dushmaning bo'lsa, dushmanlik qilma, uylantirib qo'ysang, o'zi o'lib ketadi degan gap bor. Ikkita xotinga balo bormi? O'sha gruzinlar shuning uchun ko'p yashar ekan. Keyin pashta uylanmay ekan hamda ular. Yürür ekan. Sizlarga bitta gruzinchasiga bitta chiroyli qarsaklar. Gruzin og'amizni chaqiramiz. Marhamat. Gruziya. Marhamat. Gabajoba. Зачем пить вина? А? Давайте лучше выпьем чачу. И пойдем в концерт. Санабар Матмурадова поет. И мы сделаем, знаете, так. Вот так сделаем. Давай лучше выпьем чачу и будем танцевать байда дури. Давайте. Şahatın olganlar, malomatga qolganlar, o'z boshiga o'zlari savdo sotib olganlar, chapa-chaplar